Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 25-mart sanasi. Mana ko'chatlarimizni buyurtmachilarimizga jo'natib yuboryapmiz. Mana ko'chatlarimiz holatlarini ko'rib turibsiz. Yam-yashil holda, tanalari baquvvat. Bizda ko'chatlar 100% dehqonchilik, albatta kafolatlik. Shundan bir daromad topish niyatlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Ko'chatlarimiz soni juda ham oz qoldi. Shu kunlarda juda ko'p joylarga jo'natib yubordik. Mana varaqli ko'rinishlari shunday holatda parvarishlanadi. Mana hozir rasmlarni qo'yib qo'yamiz, shaklarini. Har bitta mijozlarimizga biz alohida konsultatsiya xizmatlarini tashkil qilganmiz. Bu ko'chatlardan daromad topish sirlarini va ekishlarini hammasini biz bevosita o'rgatamiz. Kimda kim shu turlarga qiziqadigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Mana ko'chatlarimiz holatini ko'rib turibsiz. Bu ko'chatlarda 2 yil parvarish qilinadi. Mana bo'ylari 20 sm, 20-25 sm chiqadi. Ko'chatlarimiz albatta ishonchli, baquvvat bo'lgan. Mana shu holatda chiroyli holda yetkazib beramiz.